Aytadilar, ayollar uyini lozim tutgan afzal dedingiz. Lekin tog' kechalarida uxlamaslik kerak dedingiz. Endi bir ayol homilador bo'lsa, uxlab qolmaslik uchun masjidga chiqishligi afzal bo'ladimi debdilar. Uyda o'tirsa, o'zi uxlab qoladi. Albatta, masjidga chiqishligi afzal bo'ladi shunda. Alloh oyatda aytgan ta'avanu alal birri vat taqvo. Yaxshilik, taqvoda bir-birlaringga yordamchi bo'linglar deganiga tushadi. O'zaro odamlar birlashib, bir-biriga yordam berib, odam himmati oshadi, qiziqadi, uyqusi qochadi-da, shu bilan ibodatga yordam bo'ladi. Mana shuning uchun ham aslida ayollarga uylari yaxshi deyilsa-da hadisda. Lekin erkaklarga aytilgan, agar ayollar masjidga chiqaman desa, ularni man qilmanglar deyilgan. Demak, boshqa bir omillar, sabablari bo'ladi-da, ayollar chiqishligiga undaydigan. Ana shuning uchun garchi afzal uy deyilsa-da, lekin chiqishga targ'ib qilingan. Jumladan mana shu uyda o'ziga qolsa o'qimaydi, uxlab qoladi, dangasalik tutadi, o'qiy olmaydi ham, o'qishni bilmaydi. Mana shunaqa sabablar bo'lganda masjidga chiqishligi afzal bo'ladi. Allohu a'lam.